Sharof Muhiddinov yuqoridan to'pni yetkazib beryapti. Xavfli vaziyat. Zarba yo'llanyapti. Akramov chiziqdan qaytardi. Endi esa qarshi hujumga tayyorgarlik ko'ryapti Qo'qon vakillari. Siddiqov, o'ng qanotda variantlar bor. Javohir mana endi pas berdi Salimov va bo'ldi. To'p maydon tashqarisida. Hozir esa keskin to'qnashuv Bekjon Rahmatov va Salimov o'rtasida. Va bu yerda qoida buzganligi uchun Bekjon Rahmatov sariq kartochka bilan jazolanyapti. Raqib yuziga zarba berib yubordi Rahmatov. Bekjon deb yozilgan libosiga, chunki maydonda 2 nafar Rahmatov bor, Murodbek hamda Bekjon. Ajratib olish uchun ham biriga ism yozilgani yaxshi. Shu yerning o'zida shifokorlardan yordam qabul qilib oldi Salimov. Qo'qondan kelgan kam sonli bo'lsa-da muxlislar juda faol, bor ovozi bilan qo'llab-quvvatlashyapti. Bu esa biroz avval Nasaf tashkil qilgan hujum. Akramov to'g'ri joy tanlagan ekan. Siddiqov to'pni yetkazib berishga tayyor. Yuqoridan pas, bosh bilan zarba yo'llandi Yoqubov tomonidan, lekin to'p darvoza yuqorisidan o'tib ketmoqda. Endi olis edi masofa bu yerda. Takroran ko'rishimiz mumkin vaziyatni. Out. Mezbonlar foydasiga. Jamoalar o'zaro 32-bor ro'baro kelishyapti O'zbekiston chempionatlari doirasida. Nasaf 21 g'alaba qo'lga kiritgan. Qo'qon 1912 da 5 ta g'alaba, yana 5 o'yin durang bilan tugagan. Gollar farqi 57-28 Nasaf ustunligi. Nasaf eng yirik hisobdagi g'alabasi 3-0 bo'lgan. Qo'qon 1912. Nasafda 4-0, Qo'qonda 3-0 hisobdagi g'alaba qayd etilgan. Georgadze uzoqlashtirdi. Kondratyuk havodagi kurashda Davronov bilan to'qnash keldi. Ikki futbolchini o'z yoniga chaqiryapti To'xtasinov. Hozirgi epizodda bahslashishgani yo'q, lekin umumiy holatda bir necha bor to'qnash kelishganligi uchun biroz xotirjamlikka chaqirib qo'ydi hakam. Tushunarsiz, juda tushunarsiz pas. Bunaqa vaziyatlar ko'p. Har ikkala jamoada o'yin chiqmayotgandek. Nimeli. Silvanus to'pni o'zida saqlab turibdi. Oxiri hakam hushtak chaldi. Sardorbek Bahromov bilan to'qnashuvda. Saqlab olish uchun tanaffus e'lon qilyapti To'xtasinov. Jamoalar 1 daqiqa davomida suv ichib tanaffus qilib olishadi. Murabbiylar kerakli ko'rsatmalarni berishga harakat qilishadi. Nimeli esa To'xtasinovga o'z avvalgi vaziyatni tushuntirmoqchi. Qo'ldan keyin ham oyoq bosib ketildi degan ma'noda.